27-avgust. Hurmatli kuzatuvchilar, mana Qo'qondan katyo'llarimiz yetib keldi. Choklarini, ichlarini, hamma joylarini tekshirib, buni bittasi 22 kilovat, bittasi 15 kilovatli. Akbarobod degan joyga tushyapti. 22ligi, 15taligi Quvaga ketadi. Katyo'llar sifati zo'r sifatligidan materiallari qalin, eshiklari zich yopiladi. Sho'yanlari ham qalinidan. Shunaqangi katyo'llar zarur bo'lsa, o'rnatib berish xizmatlari kerak bo'lsa, raqamlarimizni qoldiramiz, murojaat qilaverasizlar. Bundan katta katyo'llar bor. Aqlli katyo'l, bunkerli katyo'llarimiz ham bor.